Hozir stream, hozir. To'g'risini aytaymi endi? Mayli, endi to'g'risini aytaman, po'xqo'y, nima bo'lsa bo'ldi. Pul yo'q. Qanday vaziyatda bo'lasak? $40,000 kecha oqqan yigit. Hozir oxirgi umid Fransiyadan. To'g'risida nima qilaman deb sizlarni ham ishontirib o'tirib bo'lay. Endi kutsalaring ham bo'ladi. Yo'q, endi bo'laydi. Bu igrokda nima deysizlar bo'laydi. Birovning puli, seni puling, meni pulim degan narsa yo'q. Pul tushib yutqaziladi, yutiladi. Voy bila, aytish yomon qiyin bo'ldi, lekin bitta sigaret chakish shu joyiga, akalar. Ekranga bittadan like, faqat to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman bular. Kod deb yozyapti. To'g'ri. Bila, 10 kishini hayotini 1 million hech narsa o'zgartirmaydi-ku, to'g'rimi? Yolg'ondan mana deb efirda o'chirib qochib ketganim yo'q. Boshidan aytdim hammasini, bila. Leshni gap so'z yo'q, to'g'rimi?